Shayton nayrang qilsa sinmaganlarga, zaboni zikrdan tinmaganlarga, kibr tulporiga minmaganlarga juma muborak. Faqat halol luqma yeguvchilarga, nafsin Alloh uchun yenguvchilarga, Rasulim Muhammad alayhissalom deguvchilarga juma muborak. Yetimu bevaning holin so'rganlar, dunyo yaylovidan savob o'rganlar, meni Alloh uchun yaxshi ko'rganlar, juma muborak. Birodar, dindoshin yo'qlaguvchilar, savobni xirmondek to'plaguvchilar, ey bir kun Kavsarni xo'plaguvchilar, juma muborak. Sayyidul ayyom, hajjil musokin, juma muborak bo'lsin.